2025-yilning 16-dekabr kuni soat 19:00 da Mening yurtim telekanalida Fitna serialining ikkinchi mavsumi 12-qismi namoyish etiladi va bu qism tomoshabinlar uchun alohida hayajon bagishlashi aniq. Serial har bir yangi epizod bilan o'z mavqeini mustahkamlab, oddiy voqealar ortida chuqur ma'no borligini ko'rsatmoqda. Yangi qismda qahramonlar o'rtasidagi yashirin ziddiyatlar yanada keskinlashadi. Tashqi sokinlik ortida ichki kurashlar, aytilmagan gaplar va qabul qilinmagan qarorlar yashiringan. Mualliflar insoniy tuyg'ularni sun'iy bezaksiz, hayotga yaqin tarzda tasvirlab, tomoshabinni voqealarga befarq qoldirmaydi. 12-qism voqealar rivojida muhim burilish nuqtasi bo'lib, keyingi jarayonlarga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Fitna tomoshabinni o'ylashga undaydigan, oddiy javoblardan qochadigan va samimiyligi bilan ajralib turadigan serial sifatida o'z o'rnini saqlab qolmoqda.